3 ta kategoriyada standart twin, standart double va superior xonalarimiz. Xona narxini aytib o'tdik. Xona narxiga nimalar kiradi degan savol bo'ladi. Tabiiyki, bu aytib o'tgan narximiz standart twin bo'ladimi, standart double bo'ladimi? Standart xona kategoriyasidagi xona uchun 2 kishilikka 900 ming, hamma qo'shimcha soliqlari ichida va mazali nonushtamiz. Har kuni soat 7 dan 10 gacha shved stol bufet uslubida taqdim qilinadi. Shanba-yakshanba kunlar mehmonlar sal ko'proq dam olishini inobatga olib 10 gacha emas 11 gacha qilib qo'yganmiz. Begim kunlarida 10 gacha bo'ladi. Nonushtamiz, turk hammomimiz, sport zal ham albatta shu narxning ichiga kiradi. Endi superior xonamiz, u uchun yaxshilangan standart xonamiz 1 million 100 ming so'm 2 kishilik uchun. Bu albatta hamma qo'shimcha xizmatlari, mazali nonushta, turk hammomi, trenajyor zalimiz. Shu narxga qo'shimcha soliqlari hammasi ichida bo'ladi. Hozir chet el fuqarolari uchun alohida narx, o'zbek fuqarosi uchun yo'q. Qo'shimcha soliqlarni hammasini ichida jamlagan holatda o'zbek fuqarolariga ham, chet el fuqarolariga ham bir xil narx qo'yilgan. Assalomu alaykum Otabek aka. Assalomu alaykum Sherist aka. Navbatdagi videomiz sizlarning mehmonxona bilan bo'ldi inshaalloh. Xush kelibsiz. Florence mehmonxonasi. Otabek aka, siz o'zingiz haqida gapirib bersangiz va keyin mehmonxonaga o'tamiz. Xo'p, avvalambor xush kelibsizlar. Assalomu alaykum. Xursandmiz tashrifingizdan. Shu mehmonxonani yoritmoqchi bo'libsizlar. Biz xursandmiz. Ismim Otabek, Hotel Pro professional mehmonxona boshqaruv komandasi a'zosiman. Bu bizning boshqaruvimizdagi, tasarrufimizdagi Florence Butik Yakkasaroy tumanida, Toshkent shahrida joylashgan mehmonxonamiz. Butik kategoriyaga to'g'ri keladi. Yani umumiy mehmonxona haqida ta'rif bering. Что yer maydoni qancha, bunga qancha pul kirgan, nechta kategoriyada xonalar bor? Mehmonxonamiz 2023-yil sentyabr 16-sentyabr kuni mehmonlarimizga o'z eshigini ochgan. Umumiy maydoni 4 sotiq, 6 qavatdan iborat. Podval qismimiz bilan 1600 kvadratga teng. Umumiy xonalar soni 29 ta. Butik kategoriyada. Hozir butik kategoriyasiga ham ta'rif berib o'tamiz. 26 ta standart double, standart twin xonalarimiz va 3 ta superior, ya'ni uluchini yaxshilangan standart xonalardan iborat. Xo'p, endi butik kategoriya deganim, Sherist aka, ko'pchilik yulduzga ishonadi. Aynan bizning xalqimizda tushuncha bor, yulduziga qarab, ya'ni 3 yulduz, 4 yulduz, ya'ni yoki 5 yulduz bo'lsa, bu zo'r mehmonxona, agar yulduzi bo'lmasa, bu bo'lmaydigan mehmonxona degan tushunchalar bor. Yo'q, ozgina mehmonxonaga tushungan insonlar biladi. Ya'ni butik mehmonxona deganimiz o'sha yulduzlar sifatini bera oladigan kichik mehmonxona, kichik biznes otel. Nima uchun yulduz yo'qligini o'ziga yarasha sabablari bo'ladi. Ba'zi joylarda xonalar soni yetmay qoladi. U har bir yulduzda ham o'zining talablari bor-da. 3 yulduzda, misol uchun 50 tadan kam xona bo'lmasligi kerak. 4 yulduzda 70, shunga o'xshagan xona hajmi, xonalar soni, bir kriteriyalarimiz bor. U talablarga javob bera olmagan holatda, lekin servis bo'yicha kamchiligi yo'q. 3-4 yulduz mehmonxonadan kamchiligi yo'q bo'lgan kichik bir biznes mehmonxonasi deb tushuntirsak ham bo'ladi. Ba'zi mehmonxonalar 4 yulduzga sifatini javob berib quradi, lekin quruvchilari, xo'jayinlari yoki bo'lmasa ta'sischilari xohlamaydi yulduz olishni ba'zi bir sabablarga ko'ra. Ba'zilar oladi. Shu uchun mehmonxona sayohatga chiqqaningizda, mehmonxona tanlayotganingizda sizga maslahatimiz yulduzga emas, odzivlarga ko'ring. Internetdan topsangiz, internet sahifalarida, booking.com shunga o'xshagan bron qilish, mehmonxonani buyurtma qilish tarmoqlarida uni jonli odzivlarni o'qib chiqqaningizni ma'qul deb bilamiz. Yashab ketgan odamlardan jonli odzivlar bo'ladi. O'sha odzivlarga qarab, kommentariyalarga qarab, hozir endi shu narsa rivojlandi. Zamon rivojlangan sari oldin unaqa imkoniyat bo'lmagan. Hozir uydan turib bormoqchi bo'lgan mehmonxonangizni internet orqali tanlab, uni u haqidagi kommentariyalarni, odzivlarni o'qib chiqishingiz mumkin-da. Shularga qarab tanlasangiz adashmaysiz mehmonxona. Asosan qaysi saytlardan? Agar
buyurtma bron qilmoqchi bo'lsangiz, juda ham ko'p saytlar bor. Eng mashhuri Booking.com. Booking.com Yevropada ham, Osiyoda ham, butun jahon bo'yicha top urovenda turadigan, top darajada turadigan buyurtma qilish tizimi. Undan keyin bor Rossiyaga tegishli, Yevropaga tegishli Astrovok, Bronevik bunaqa saytlar juda ham ko'p. O'zbekistonda ham bormi? O'zbekistonda asosan bizani mijozlarimiz, rezident O'zbekiston fuqarolari asosan sayt orqali bron qilishni yo'lga qo'ygan. Booking.com ham hammasi bular ishlaydi O'zbekiston hududida ham, lekin mehmonxonaning o'zini sahifasi bor, veb sayti bor, veb sahifasi bor. Har bir o'zini hurmat qilgan mehmonxona bu saytga ega va bu saytda biz o'zimizda ham bor aksiyalar, ya'ni mavsumiy yoki qaysidir kunga shanba, yakshanba yoki juma kunga aksiyalar bo'ladigan bo'lsa, yoritib boramiz. Ya'ni buyurtma qilishdan oldin bitta saytga qarab chiqsa, qaysi kunga qanaqa aksiyalarimiz borligini ham ko'rib chiqishi mumkin-da. Bu ancha qulaylik beradi. Mehmonxonaning o'zini sayti bo'ladi. Har bir o'zini hurmat qilgan mehmonxona o'zini saytiga ega. Va siz u orqali bron qilishingiz mumkin. Endi O'zbekistonda bo'lib turib, agar O'zbekiston mehmonxonalarining ichida yursangiz, jahon miqyosida Booking.com, ularning ham o'zini sayti bor, lekin ko'pchilik Booking.com mashhur bo'lgani uchun shu orqali OTA tizimlarimiz deymiz, internet tizimi orqali bron qo'yishadi va odzivlarga qarab. Yevropa, Amerika fuqarolari, sayohatchilari bu narsaga juda ham o'rganishgan. Asosan u yoqdan Booking.comdan bron qilishadi va ular mehmonxona administratsiyasi bilan SMS сообщенияsi orqali suhbatlashishadi, ya'ni qanaqadir men kechga bormoqchiman yo ertalab bormoqchiman, iloji bormi, bu vaqtda chiqib ketmoqchiman degan har qanaqangi savoliga ham to'g'ridan to'g'ri onlayn dunyoning narigi chekkasida bo'lsa ham javob ola oladi. Bu juda ham qulay. Hozir Florence mehmonxonasining asosiy mehmonlari qaysi davlatdan? Asosiy mehmonlarimiz albatta qo'shnilarimiz, Qozog'iston, Tojikiston, Qirg'iziston, undan tashqari Turkiya va Xitoydan hozir juda ham ko'p, Afg'onistondan bor, Rossiya albatta va o'zimizning rezident O'zbekiston fuqarolari ish bo'yicha komandirovkaga otlangan, viloyatda firmalardan jo'natilgan, bankka kelib o'sha bank bilan ishlaydigan komandirovichni ishga keladiganlar asosan shu mehmonlarimiz. Yevropa, Amerikadan ham bor, mavsumiy bronlar qilib 1 yil oldindan bron qilib keladigan tur firmalarimiz ham bor. Ular Italiyadan, Portugaliyadan guruhlari bor, olib kelishadi. Germaniyadan bor mana. Hozir butun jahondan qabul qilamiz mehmonlarni to'g'risi. Florence boshqa aksariyat mehmonxonalardan nimasi bilan ko'proq ajralib turadi? Bu savolni men kutib turdim. Gapirgim kelib turgan narsa bu. Qarangda, siz agar qanaqadir tur firma orqali emas, individual tarzda bir mehmonxona buyurtma qilib o'zingiz sayohatchi bo'lsangiz yo ish bilan komandirovishni borsangiz, siz nimaga e'tibor berasiz? Siz asosan ishingiz ko'chada bo'ladi-da, siz biznes otel tanlashingiz kerakki, ya'ni bir katta otellarda bilasiz, juda ham gruppalar kelishi, ketishi, ya'ni bir shovqin bo'ladi. Shovqin holati bo'ladi, katta gruppalar keladi, shovqin bo'ladi. Ba'zi mehmonxonalarda eshik ovoziga izolyatsiyasi, ovoz to'sqinlik o'sha moslamalari yaxshi bo'lmaydi. Ya'ni ba'zilarida yaxshi qilingan, ko'p aksariyat mehmonxonalarimizda afsuski shovqinga qarshi eshiklarimiz yaxshi shovqin o'tkazmaslik xususiyati kamroq, pastroq darajada. Shuning uchun ko'plab mehmonxonalarda odzivlarni o'qib chiqsangiz, shovqin, shum, kechasi kirgan mehmonlar lift ovozi degan odzivlar keladi-da. Nima demoqchiman? Bizni mehmonxona unaqangi gruppalardan xoli. Asosan biznes egalari, biznes mehmonxona bo'lgani uchun individual mehmonlarimiz ko'p. Ya'ni kelgan odamga mana sokin atmosfera, ko'pchiligi kunduzi ishda bo'ladi, kechasi dam olayotganda hech kim ularni bezovta qilmaydi. Ya'ni shovqindan xoli bo'lgan joyda kichik bir butik, lekin o'sha yulduz sifatini bera oladigan mehmonxonaga kelishadi. Shahar markazida. Shahar markazi bu ham bir bizani fishkamiz desak ham bo'ladi. Shahar markazida har qanday sayohatchiga qulay, ya'ni ikkala janubiy shimoliy temir yo'l vokzallarigacha ham 5 kilometrdan, aeroportga 4 kilometr bizdan. Magic City Next bularga 3 kilometr masofada joylashganmiz. Ya'ni hozir bizga kelayotgan oqim qo'shni davlatlarimizdan asosan bolajon xalq, Qozog'iston ham, Tojikiston ham o'zimizga O'zbekistonga o'xshagan bolajon xalq.
aksariyat mehmonlar 3-4 ta oilaviy bo'lib kelib, bolalarni shu Magic Cityda aylantirib ketish uchun kelishyapti-da. Ya'ni bu O'rta Osiyo hududida yagona ekan, tushunishim bo'yicha, shu ertak-namo qurilgan, bunaqa dizaynda qurilgan joy O'rta Osiyoda bitta bo'lgani uchun qo'shni davlatlarimiz asosan O'zbekistonga, Toshkentga kelib, shu shahar markazida, Magic Cityda, Toshkent Cityda bolalarni aylantirib, o'ynatib, 2-3 kun dam olib ketishyapti. Shu juda ham qulay. Endi hozirgi kunda bilasiz, o'zingiz ko'chaga chiqsangiz juda ham probka holatlari, o'zimiz ham ishga kelib ketishda juda ham probkada qolamiz. Shu uchun hozirgi sharoitda sayyohlarga birinchi o'rinda joylashuv. Shahar markazida bo'lsa, sayohatiga ham juda oson bo'ladi. Agar chekkasida bo'lsa, bu qiynalib qoladi sayohatchimiz. Hozir mehmonxona yo'nalishida ish boshlayotganlarga nima maslahat bergan bo'lardingiz? Ko'proq nimalarga e'tibor berish kerak mehmonxona, yaxshi mehmonxona ochish uchun va uni yurgizish uchun? Bosish kerak deymiz. Sherzod aka, hozir yaxshi masala, yaxshi savol berdingiz. Mana bir necha 10 yil, 15 yil oldin ham bu masala yo'q edi. Hozirgi dolzarb turizm sohasida, ya'ni mehmonxona sohasida ham kadrli yetishmovchilik juda muammo hozir. Oldin mehmonxonalar soni juda ham kam bo'lgan. Tabiiyki, ular ishchilarni juda ham tanlov asosida, oldin eslaymiz, institutga kirish davrlarimizda ham juda ham qiyin bo'lgan, abituriyentlik davri deymiz. Xuddi shu tizimda mehmonxonaga qabul qilish ham tashqi ko'rinish, til bilish salohiyati, liderlik qobiliyati, ya'ni 3 oy ularga sinov muddatiga olishgan. Ya'ni 3 oy xodim shunchaki sinov muddatida ishlagan, o'zini ko'rsata olgani qolgan, bir ish o'rniga bir necha odam bo'lganda eng yaxshilari tanlab olingan. Hozirgi kunda yurtimizda olib borilayotgan islohotlar, turizmga e'tibor sabab, subsidiya masalalari, boshqa masalalar investorlarni mehmonxonalarni qurishga jalb etdi. Hozir yurtimizda juda ham go'zal mehmonxonalar barpo etildi. Juda ham ko'p, bu yaxshi albatta, lekin shuningdek, shu bilan birgalikda yaxshi kadr yetkazib berish masalalarini ham ko'tarishimiz kerak. Buni aytib o'tishimiz kerak. Yaxshi kadr kam, uni asosan biz o'zimiz yetishtirishga, mana Hotel Pro kompaniyasi bilan birgalikda o'zimizdan yetishtirib, mana o'zimiz olgan xodimni o'zimiz o'rgatib, treninglar berib, shu sohada kimdir bo'lish darajasiga yetkazishga harakat qilamiz. O'zimizni kadrlarimizni o'zimiz yuksaltiramiz, o'rgatamiz, ham ishlaydi, ham o'rganadi. Kelajakda shu sohani yaxshigina egasi, mehmonxona boshqaruvchisi ham bo'ladi. Yaxshiroq o'qish kerak. Birinchi o'rinda til bilish qobiliyati, rus va ingliz tillari bu majburiy tillar hisoblanadi. Mehmonxonachi uchun rus va ingliz tilini yaxshilab o'rganish kerak. Hozirda O'zbekistonda yana ikkilamchi til darajasida Xitoy va turk tillari juda ham kerak bo'lyapti. Chunki mamlakatimizda Turkiya va Xitoy investorlari juda ham ko'p ish boshlagan. Ular biz bilan birgalikda shu yerda yashab, ishlab, pul tikib, majmualar qurib ko'paydi. Xitoyliklar, turkiyaliklar juda ham ko'paydi. Albatta rus va ingliz tilidan keyingi Xitoy va turk tilini o'rganib qo'ysa juda ham yaxshi bo'ladi. Endi mehmonxona boshqaruviga kelsak, faqatgina til bilish salohiyati kamlik qiladi. Liderlik qobiliyati, tashkilotchilik masalasi, bizning ish tashkilotchilikdan iborat. Tashkiliy ishlarni ham joy-joyida qo'yib, yaxshigina farosat ham, IQ deymiz, shunaqa narsalarni talab qiladi. Agar bu sohada ofitsiant bo'lib yoki resepsion administrator xodimi bo'lib kelib yoki bellboy eshik ochib yopib turuvchi xodim bo'ladimi? Shu qatlamda kelib, agar ko'tarilish xolasa, bu ko'nikmalar kerak. Qolib ketmasligi uchun shu darajada. Hotel Pro niyati bormi maktab ochish? Biz tashkil qilganmiz. Biz BRB banki, Biznes rivojlantirish banki bilan hamkorlikda birinchi qaldirg'ochlarimizni ham chiqarganmiz. Ularni aksariyatidan ish bilan ta'minlaganmiz. Boshqa mehmonxonalarga ham taklif etganmiz. U offlayn kurslarni chiqarganmiz. Endi onlayn kurslarimiz ham bor. Ya'ni onlayn kursimiz sotuv bo'limida bor. Sotuvchi mehmonxonalarimiz sales menejerlarini tarbiyalaymiz. Ya'ni o'sha savdo-sotiq bo'limi vakillarini tayyorlaymiz. Housekeeping xodimlarini tayyorlaymiz.
administratsiya reception xodimlarini tayyorlaymiz va restoran bar yo'nalishida ofitsiant supervisor menejerlarni tayyorlaymiz, o'qitamiz, sertifikat beramiz. Bu sertifikatni olgan insonlarning aksariyatini maksimal darajada o'zimizda olib qolishga harakat qilamiz. Agar bo'sh joy bo'lmaganda ham boshqa mehmonxonalarga taklif eta olamiz. Bu bizada bor. Hotel Pro jamoasini albatta tanishtirib o'tishimiz kerak. Biz mehmonxonaga doir hamma ish bilan shug'ullanamiz. Ya'ni qurilish davrida proyekt bo'yicha yordam berishimiz mumkin, qurilish davrida ochib berish, ya'ni mehmonxonani tashkil proyektlari bitib, qurilish ishlari tugagandan keyin, ya'ni kadr yig'ib, ularga ish o'rgatib ochib berish. Uchinchisi boshqaruvga olib boshqarish. Bu mehmonxonaga doir ishlarimiz. Yana mehmonxona kadrlarini tayyorlash bo'yicha ham ishlarimiz bor, onlayn kurslarimiz bor. Men shaxsan o'zim F&B yo'nalishidan kirib kelganman Hotel Proga. Ya'ni food and beverage bo'limi, oziq-ovqat bo'limi deymiz. Restoranda ko'p yillik tajriba bilan ko'cha restoranlari va mehmonxona restoranlarini uyg'unlashtirilgan holatda ko'p yillar ishlab, mana bu mehmonxonani Hotel Pro tasarrufida boshqaruvga olgan birinchi mehmonxonamiz. Buni hozir o'zim yurityapman. Mehmonxona sohasiga kirib kelish ham restoran biznesidan bo'lgan. O'zim turizm kollejida mehmonxona boshqaruvi va restoranlar menejmenti fakultetini tamomlaganman. Hozirda ham o'qiymiz, o'qishni davom ettiryapmiz. O'qish bilan birgalikda shu sohada restoran, endi mehmonxona boshqaruvchilari asosan shu yo'nalishlardan kirib keladi. Restoran sohasidan, administratsiya sohasidan, housekeepingdan yoki sotuv bo'limidan boshqaruvchilikka sekin-sekin chiqadi. Hech qaysi bir mehmonxona boshqaruvi shunchaki ko'chadan diplom olib kirib kelib, eshikni ochib, men boshqaruvchiman demaydi. Bizadagi Hotel Pro'ni ham, o'zlarini ham katta nufuzli turizm vakillarimiz hammasi tarixini so'rasangiz, mehmonxonada kimdir eshik ochib yopib turuvchi, kimdir ofitsiant, kimdir housekeeping bo'lgan, albatta. Busiz iloji yo'q, chunki mehmonxonani ichidan his qilmasangiz, shunchaki ko'chada o'qib kelgan nazariy bilimlarning o'zi yetmaydi. Mehmonxona bu tajribalar makoni. Mehmon bilan har xil holatlar bo'ladi. Siz nazariy bilimingiz bilan u vaziyatdan chiqib keta olmaysiz. Tajriba bo'lish kerak, o'sha davrni boshingizdan o'tkazishingiz kerak. O'sha yerda xato qildingizmi, keyin o'ylaysiz, bu yerda bunaqa qilishim kerak edi. Shu uchun tajriba birinchi o'rinda bizada. Yillar davomida sayqallanib boradi. Har bir mehmon bilan 1 yil davomida qanchadir bir keyslardan o'tasizda, bu qanchadir bir vaziyatlardan o'tasiz. O'sha vaziyatda nima qilishingiz kerakligini o'sha o'tgan davrlaringiz sizga beradi. Ya'ni shunchaki turizm yo'nalishida o'qib kelish o'zi mehmonxona boshqarishga kamlik qiladi, tajriba bo'lish kerak. Hozirgi ko'plab bizga amaliyotchilar keladida, praktikantlar keladi. Amaliyot o'tamoqchi bo'ladi. Ofitsiantlik, biz tabiiyki ofitsiantlikka, housekeepingga, administratsiyaga almashtirib qo'yamiz. Biza menejermiz, nimaga biza xona tozalashimiz kerak yoki nimaga biz ofitsiantlik qilishimiz kerak degan fikrni olg'a suradida ular. Aytamiz, baraka topkurlar, bu qo'yiladigan diplom sizlarni menejer bo'lishinglar uchun qog'oz. Menejer degani emas. Qadamma-qadam chiqmasang, menejer. Mehmonxonani ichidan his qilmasa, ichidan chiqmasa, bo'layotgan ishlarni o'zi tashkiliy ishlarda o'zi qatnashmasa, his qila olmaydi mehmon. Xodim ishlatishda xodimni his qila olmaydi. Shu uchun baribir har qanaqangi diplomi bo'ladimi yoki diplomi boshqa sohada, bizning sohaga qiziqdimi, baribir noldan boshlash kerak. Sizni yoshligingizdan bu qiziqish bo'lganmi yoki kimdir sababchi bo'lganmi? Maktab bolalarini ko'pidan so'rasangiz ichki ishlardan aytadi yoki doktor bo'laman deydi. Bizani ham bir qiziqishimiz, endi yoshlik, bolalikdagi orzuyimiz ichki ishlar, harbiy bo'lish edi. Lekin baribir maktab tugatayotgan yillaringizda ming xil fikrlar, uni nima qilaman degan savollar bo'ladi. Yo'q, bizani qarindoshlardan bor edi mehmonxona yuritayotganlar, aynan restoran yo'nalishida. O'zim opacham va amakimgilarning o'g'illari bo'lardi. Shularning orqasidan ergashib, men ham turizm tanladim deb turizm kollejiga topshirganmiz. Yunusoboddagi turizm kollejida o'qib, shu diplom orqali ofitsiantlikdan ish boshlaganmiz. Demak, ichki xohish bo'lishi. Ichki xohish albatta. Odam o'zini ishidan maza qilmasa, u uni sohasi emas. U sohani tashlash kerak. Agar ishga har kuni majburiy boradigan bo'lsa, ta'zir ostida boradigan bo'lsa,
u ishni tashlash kerak deb o'ylayman. Ish qachon maza qilasiz ishingizdan, ana o'sha sizning ishingiz. Biz maza qilib ishlaymiz mehmonlar bilan, tashkiliy ishlar, bu mehmonxonadan tashqari yana mehmonxonalarimiz bor. Tashkiliy tadbirlar o'tkazamiz, tadbirlarni tashkillashtirish, mehmonlar bilan suhbat, yevropalik mehmonlarni dunyoqara ozgina gaplashsangiz, baribir fikr almashsangiz, bilasiz, ular qanaqa fikrlaydi, biz qanaqa fikrlaymiz, ularda qanaqa, bizda qanaqa bir nima deydi, tafovutlarni his qilasiz, o'ylaysiz, juda ham qiziq soha. Yana ham bir qiziqligi, mehmonxona bir katta bir dargoh, uyimiz. Uyda kim kerak? Bog'bon kerak, santexnik kerak, elektrik kerak, xona tozalovchi kerak, bir xizmatimizni sotuvchimiz kerak. Ya'ni mehmonxonada hamma xizmat ko'rsatish vakillariga ish borda. Xona tozalovchi bo'ladimi, oshpaz bo'ladimi, ofitsiant bo'ladimi? Bu dargohga ko'p soha vakillari kelib ishlay oladi. Shu uchun ham qiziq bu. Iloji boricha, misol mehmonlar bilan har qanaqangi vaziyat bo'lib qoladi-da, iloji boricha mehmon foydasiga qaror chiqarishga harakat qilamiz. O'zi ko'p holatlarda mehmon haq ham bo'ladi. Agar xodim tomonidan qanaqadir bir noto'g'ri ish qilib qo'yilgan bo'lsa yoki kiyimi noto'g'ri dazmol qilib qo'yilgan bo'lsa, albatta vaziyatni yumshatib, mehmonlarga ko'nglini og'ritma. Endi baribir o'zbekchilik, biz mehmondo'st xalqimiz, kelgan mehmonni ijobiy fikr bilan chiqarib olishga harakat qilamizda. Mehmon kelib ketishi bir gap, uni yana qayta kelishiga undash boshqa gapda. Ushab qolish boshqa gap. Mehmonlarimiz nimaga keladi? Bunaqa raskosh deymiz, bu bezaklar, bu hozirgi kunda yangilik emas. Aynan Yevropa odamlari uchun-da. Bizdagi bu turli tuman bezaklar ular uchun oddiy hol. Ular issiqlik, ya'ni muomala, ularga e'tibor talab qilib keladi. Hozirgi kunda odamlarni bunaqa bezaklar bilan jalb qila olmaysiz. Mehr bilan, shu munosabatlar bilan, mehmondo'stlik bilan albatta kelgan mehmonga iloji boricha xonasiga chiqqandan keyin issiq choy chiqarishga harakat qilamiz. Kuzatayotganda ham o'dziz olib qolishga harakat qilamiz. Sayohat davomida mehmonxonamiz qanaqa bo'ldi? Kamchiliklarimiz bo'lsa, marhamat etsangiz, biz keyingi kelsangiz bartaraf qilib qo'yamiz. Agar yaxshi bo'lgan bo'lsa, juda ham xursandmiz. Yana keling degan o'ziflarni mehmonlar bilan maksimal suhbatda bo'lishga harakat qilamiz. Mehmon o'ziga bo'layotgan e'tiborni ko'rsa, sizda yana va yana O'zbekistonga, Toshkentga kelganda aynan shu mehmonxonani tanlaydi. Boshqa uni zanjir sistemasi ham bor. Boshqa qarindosh urug'lari kelaman desa ham Toshkentga ham, men mehmonxonaga borgin. Mani akam, mani ukaxonim bor, kutib oladi seni. Demak, shunaqa zo'r qilib. Albatta, bizning sohamiz shu muomaladan iborat. Bunda faqat men har doim treningda bolalarga ham aytaman. Bizning mehmonxonaga kirayotgan har qanaqangi sayyoh reseptionchi administratorimiz bo'ladimi, ertalab nonushtaga tushgan mehmon bo'ladimi, sizlarni tabassumingizga, sizlarning muomalangizga qarab butun O'zbekistonga baho berib ketadi. To'g'ri. Biz ham shu-ku, mana deylik sayohatga chiqdik, agar Pokistonga bordik, bittasini muomalasi yoqqanda, bular pokistonliklar hammasi shunaqa ekan-da degan fikr bor-da. Shunday. Bu xolangiz shunaqa fikr bo'ladi hamma odamda. Shu uchun maksimal nonushtada e'tibor beramiz ko'p narsaga. O'zimiz ham ertalab turganda rulga o'tiramiz, choy ichamizda, kimdir yo'limizni siqib qo'ysa ham nervus qilamiz-ku. Asabiy, kun davomida asabiy o'tamizda. Shu uchun mehmonlarni ham ertalab nonushtadan kuni boshlanadi. Nonushtaga kirgan mehmonni maksimal kayfiyatini ko'tarishga harakat qilamiz. Kun davomida kayfiyati yaxshi yursin. Shu uchun tabassum bilan kutib olamiz, tabassum bilan kuzatamiz. Mehmondo'stlik bizning ishimiz. Birinchi o'rinda. Albatta. Hozir xorijda ham bo'ldingizmi? Hozircha ulgurmadik, xudo xolasa niyatlar bor. Qaysi davlatlar? Albatta Yevropa davlatlarida bitta aylanib ko'rib kelish niyatimiz bor, chunki ularning madaniyatini juda ham hurmat qilamiz. Madaniyati, mehmonxonalari, endi mehmonxonachi bo'lganimizdan keyin baribir borganda birinchi o'rinda mehmon standartlardan iborat. Bu bizni bunaqa qilardik. Bizning maqsadimiz ham o'zi dunyo standartlarini o'zimizda ko'rsatish emas, o'zbek mehmondo'stligini dunyoga chiqarish. O'zi mehmonxona sohasi standartlardan iborat, lekin bizning ota-bobolarimiz eng zo'r standartlarni qo'yib ketib bo'lgan. Yevropaga boring, bir mehmon sifatida borsangiz, kofe ichasanmi deb qo'yadi. Bizning uyda borsangiz, bor yo'g'ini
to'kib sochamiz-da. U qadimdan shunaqa bizani qo'limizga singib ketgan. Mehmonni o'zbekdek kutib oladigan xalq yo'q dunyoda-da. Bu mehmondo'stlikni faqatgina Yevropa standartlari bilan uyg'unlashtirib, yangi xizmat ko'rsatish o'zbek hospitalityni jahonga olib chiqish maqsadimiz. Davlat tarafdan nimalar kutadi mehmonxona sohasidagilar? Xo'p, endi davlat tomonidan ham aytaymanki, hozirgi kunda yaxshi e'tibor berilyapti. Xudoga shukr, bu bir necha 10 yillikda bo'lmagan. Hozir juda ham ko'p kuch bosilyapti. Mana hozir Chimyon tog'larida ham, Zomin tumanlarida ham, Jizzaxda ham hozir o'zimizning ham boshqaruvdagi mehmonxonalar ko'payyapti-da. Brend mehmonxonalar kirib kelyapti. Trip by Wyndham, bular jahon miqyosidagi franshiza mehmonxonalar kirib keldi O'zbekistonga. Germaniyaning Valor Hospitality, Accor Group, bular hammasi hamkorlikda ishlayapti Hotel Pro bilan. Bular jahon brendlari kirib kelyapti O'zbekistonga. Bu boshlangan, bu davr boshlandi. Faqatgina turistik zonalarni ham jadal ko'paytirish kerak, chunki turizm oqimi ko'paydi. Asosan viloyatlarda, Toshkentda yaxshi. Viloyatlarda ham turistik zonalarni ko'paytirish kerak deb o'ylayman. Chunki aksar viloyatlarda turizm juda ham orqada va mavsumiy bo'lib qolgan. Men albatta xohlardim, bu soha mavsumiy emas, xuddi mana Dubayda ham mavsum tanlamasdi. Qishin, yozin odam juda ham ko'p, mehmonxonalar to'la. O'zbekistonda ham shunaqa zonaga aylantirish kerak deb o'ylayman, turizm sohasini agar rivojlantirish bo'yicha. Endi bu sohada o'zi malakali odamlar o'tiribdi baribir. Bu narsaga shubham yo'q, chunki bu ancha bo'lib boshlanganiga kuzatib turibmiz, ichidamiz, yaxshigina islohotlar bo'lyapti. Shu turistik zonalarni ko'paytirsak, kadr masalasiga ozgina yondashsak, zo'r. Turizm sohasida 10 yildan keyin O'zbekistonni qanaqa tasavvur qilasiz? 10 yildan keyin agar bu ketishda bo'ladigan bo'lsa, juda ham zo'r turizm sohasida. Chunki yaqin 2 yilda ham ancha-muncha ishlar qilib yuborildi, ancha-muncha islohotlar qilib yuborildi. Ancha-muncha mehmonxona va zonalar qurildi. Oldin Chimyonga chiqsak, 5-10 yil oldin ham tayinli bir katta jahon standartiga javob beradigan mehmonxona majmualar yo'q edi. Hozir shunaqangi majmualar qurilyapti, hamma ko'ngilochar muassasalari bilan. Misol keltirishimiz mumkin, mana Aydarko'lda, Jizzax viloyatida, sohil bo'yida, dengiz atrofida, sohil bo'yida juda ham katta majmua barpo etildi. U nafaqat mehmonxona, sog'lomlashtirish markazi bo'ldi, qo'shimcha ko'ngilochar voleybol, futbol, basketbol, karting yoki bo'lmasam skuterlar, har xil hamma narsalar qo'yilgan. Restoranlar, mana shunaqangi majmualarni ko'paytirsak, albatta agar bu ketishda bo'lsa 10 yilda juda ham yaxshi yutuqlarga erishamiz turizm bo'yicha. Chunki bu yaqin 2 yilda juda katta islohotlar bo'ldi. Juda ko'p. Biz o'zi ichida yuribmiz, ko'rib turibmiz, bilib xabardor bo'lib turibmiz. Demak, bizga ham mas'uliyat yuklanadiki, shuncha qurilayotgan mehmonxonalarga kadr yetkazib berish. Shunday. Albatta. Va axborot vositalari, axborot texnologiya vositalariga ham bu yuklatiladi. Bu narsani yoritib berish. Nimaga faqat O'zbekiston ko'rish kerak? Rus, ingliz tillariga o'girib ham jahonga chiqarish kerak. YouTube kanallarida, Instagram, Facebook tarmoqlarida, televizorda bu narsalarni yoritib berishimiz kerak. O'zbekistonda juda ham chiroyli hududlari bor. Hattoki mana o'zimiz Toshkentda turib, ko'p joyini hali bormaganmiz, bilmaymiz, ko'rmaganmiz. Sun'iy intellekt ayrim sohalarni egallasa, bu sohani hali beri egallamaydi. Chunki kerakli kadrlar baribir kerak. Oshpazni ishini baribir hech qanaqangi sun'iy intellekt qila olmaydi-da. Yaxshi oshpazlarning ishini yoki bo'lmasam yaxshi bir xona tozalovchining ishini ham ular qila olmaydi. Administrator ishini ham qila olmaydi hali-da. Kelajagi bor soha. Qiziqishsin, o'qishsin, marhamat kelishsin, bizga amaliyot qilishsin, ichiga kirishsin, sohani o'rganishsin. Bu yaxshi soha. Shu sohada mana shu yosh xodimlar qancha daromad qiladi? Necha puldan qancha pulgacha? Bu albatta aniq bir summani ayta olmaymanki, chunki mehmonxonalarning hajmiga ham bog'liq. Taxminan oddiy xodimlar 5 million atrofida olay oladi. Eng balandichi? Eng balani ketaveradi. Ketaveradi. Chunki bu baribir qobiliyatiga bog'liq. Qancha foyda keltiryapti mehmonxonaga, qaysi darajada hissa qo'shyapti, qancha salohiyatlari, ko'nikmalari, til bilish qobiliyati, liderlik qobiliyati, bularga qarab turib
juda ham qimmat kadrlarimiz bor O'zbekistonda. Taxminan hozir narxlar bilamizki o'zgarib turadi. Taxminiy narxlar, xonalar narxlari qanaqa Florensda? Xo'p, mehmonxonada sizga bir narx aytolmaymiz. Nimaga? Birinchidan mavsumga bog'liq bo'lgan narxlar yiliga 3 ta 4 ta mavsum bo'yicha narxlar yangilanadi. Mavsumga qarab mavsumiy narxlar chiqariladi va tashkilotlarga qarab. Korporat tashkilotlari deymiz, tur firmalari deymiz yoki bo'lmasam bir boshqa ya'ni mamlakatdan tashqarida bo'lgan firmalar bilan ishlaymiz. OTA tizimlari, ya'ni internetga, veb sahifalarga chiqariladigan narxlar bor. Bular hammasi alohida. Ular ham nimani hisobga olamiz? Yillik mehmonxonaga mehmonlar hajmiga qaraymiz. Yillik hajmiga qarab turib bir maxsus chegirmali narx berishga harakat qilamiz, ayniqsa tur firmalariga. Yillik bu yilda deylik qancha mehmon kutilyapti bizani mehmonxonaga hajmiga qarab, unga maxsus narx berishga harakat qilamiz. Korporat gruppalarga alohida, individual mehmonlarga alohida. Masalan, hech qanaqangi bronlarsiz, shunchaki ko'chadan kirib joylashmoqchi bo'lsangiz, hozirgi kunda narximiz 2 kishilik standart xonalarimiz 900 ming so'm. U uchun ya'ni superior xonamiz bor. Bu xonamiz 2 kishiligi 1 million 100 ming so'm. 6 yoshgacha bolalarga tekin. Yana qo'shimcha kravat qo'yib berishimiz mumkin 3 kishilik qilib. Bu albatta yana qo'shimcha 200 ming so'm, 300 ming so'm atrofida to'lov talab qilinadigan. Mehmonxonamiz, xonalarimizning kategoriyamiz standart twin, standart double va superior xonamiz. Superiorimiz double bed deymiz, ya'ni bitta katta kravat. Standart xonalarimiz ikkiga bo'lingan, twin, double. Bularning farqi twin kravatlarimiz alohida ikkita kravat bo'lsa, bir kishilikdan, double xonalarimiz bitta katta oila uchun kravat bo'ladi. Rahmat. Bizning dejurniy savolimiz bor. O'zbekiston ichida eng yaxshi, eng zo'r deb bilgan 3 ta mehmonxona. Xo'p, O'zbekiston hududida bo'lsa, Samarqandda ham juda ham yaxshi mehmonxonalar bor. Endi Toshkentda yashayotganimiz uchun albatta Toshkentdan andaza olib aytaman, lekin Samarqandda ham juda ham yaxshi brendlar bor, juda ham yaxshi mehmonxonalar bor. Endi uni shaxsan borib ichiga kirib baho bera olmaganim uchun men sizga Toshkentligini aytaman, mayli desangiz. Top birinchi o'ringa Intercontinental Trilliant hududidagi joylashgan Trilliant majmuasidagi Intercontinental mehmonxonasi. Eng zamonaviy, yaxshi servis ko'rsatadigan mehmonxona top 1. Ikkinchisiga Hilton bilan Hyatt bo'ladigan bo'lsa, agar servis jihatdan bo'lsa, Hyatt tanlardim. Hyatt Regency mehmonxonasini, 3-o'ringa albatta Hiltonni qo'ygan bo'lardim. Top 3talikka. Bu endi hammasini Toshkentda misol qilib oldim sizga, lekin yurtimizda Samarqandda ham, juda ham Registon majmuasida ham juda ham yaxshi mehmonxonalar bor, juda ham brend miqyosidagi mehmonxonalar bor, ular ham juda ham top urovenda turadi. Siz xohlagandingiz shu savolni berishimni, lekin men u savolni bermadim. U qaysi savol? Xo'p, men kutgan savol ro'za oylarida, mana hozir ro'za yaqinlashib kelyapti. Ko'pchilik savol berardi, siz shu savolni bermadingiz. Ro'za oylarida tashkiliy ishlar qanaqa bo'ladi musulmonlar uchun, o'sha saharlik, iftorlik masalasi degan savolni berishadi bizga. O'sha savolni ham kutdim. O'shani bermaymiz. Mayli, shuni javobini ham aytib ketamiz. Bizning mehmonxonalarda saharlikda alohida tashkiliy nonushta qilinadi, saharlik uchun alohida va ro'za tutmagan jamoa uchun alohida standart nonushtamiz bor. O'sha shved stol uslubida ko'rib o'tdingiz. Ro'zadorlar uchun alohida o'sha saharlik vaqtiga issiq ovqatlar bilan nonushta qilib beriladi. Iftorlik masalasi og'iz ochib olish uchun ko'p mehmonlarimiz endi ko'chada baribir joy etib qo'ygan bo'ladi yoki ulgura olmay qolgan mehmonlarga alohida xurmo, qaymoq, suv bilan tashkillashtirib, oldindan tayyorgarlik qilib, ularga iftorlikni ham tashkillatib beramiz. Tashkiliy ishlarimizda muammo yo'q. Hammasini hisobga olib, yil bo'yi shu yil bo'yi programmamiz bor, o'sha asosida ishlaymiz. Rahmat. Biz ham juda xursand bo'ldik. Ko'rib, har tomonlama uyutni deydi-ku, zo'r joy ekan. Katta rahmat. Inshaalloh yana ko'rish nasib qilsin. Inshaalloh kelganingizga rahmat sizlarga. Rahmat. Xursand bo'ldik. Rahmat. Sog' bo'ling, she'rsiga. Bo'ldi. Tamam.
Tamommi, abi. Savolda qolib ketmadim.